Jarayon tez bo'ldi. 1 soat, 1,5 soat orasida dokument chiqdi. Oldim. Assalomu alaykum hurmatli BBC Trax kanali kuzatuvchilari. Hozir sizlar bilan birgalikda biz kichik FAF Tiger V shassisini o'z egalariga topshiramiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Mashinalarni ko'rdinglarmi, tekshirib oldinglarmi? Ko'rdik, tekshirib oldik. Komposti yo'qmi? Ko'nglingiz to'ldimi? Xat hujjatlarni qabul qilib olasizlar. Rahmat. Kaliti mashinangizni yaxshi kunlarga xizmat qilsin, tegidan shamolda o'tib deymi? Bizning obunachilarimizga o'z jarayon qanaqa o'tgani haqida qisqa o'z taassurotlaringizni aytib o'tsangiz. Jarayon tez bo'ldi. 1 soat, 1,5 soat orasida dokument chiqdi. Oldim, mashinani ko'rib oldim. Hammasi cho'tki. Ko'nglingiz to'ldimi? Mashina nalisida ekan, keldinglar, shartnoma oldinglar, to'lov qildinglar, olib ketyapsizlar. Ko'nglingiz to'lgan bo'lsa bo'ldi. Oq yo'l, yaxshi yetib olinglar. Rahmat. Ko'rdinglar, mana hozir o'zingizlar guvohi bo'ldinglar, что sizlar ham xuddi shu hozirgi mijozimiz kabi kelishinglar mumkin. O'zingizga yoqqan texnikani tanlaysizlar, shartnomani olasizlar, borasizlar bankka, to'lovini qilasizlar, o'sha kunni o'zida shot spravka bilan mashina minib chiqib ketasizlar. Murojaat qilinglar ko'rsatilgan raqamlarga. Bank deysizlar, leasing deysizlar, hammasi bo'yicha ma'lumot beramiz, yordam qilamiz. Sizlarni BBC Trax avtosalonimizda kutib qolamiz. O'zinglarni asranglar, sog' bo'linglar.